Assalomu alaykum aziz zamondosh. Men Akmal Nodirov. Anchadan beri Facebook tarmog'ida negativ va pozitiv postlar bilan chiqish qilaman. Bugundan boshlab YouTube platformasida yangi ochiqchasiga deb nomlangan kanalga asos soldik va ushbu kanalda ochiqchasiga suhbatlashamiz dasturini boshladik. Ushbu dasturimizda siz jamiyatimizdagi kamchiliklar, yutuqlar bilan tanishasiz. Jamoat faollari bilan, mutasaddi idoralar va mas'ullardan jabr ko'rgan fuqarolar bilan suhbatlarimizni tinglaysiz. Haqiqatan xalq mulkini talon-taroj qilgan, xalq rizqiga ko'z olaytirgan ba'zi mansabdorlar qilmishlarini faktlar bilan ochib beramiz. Boxabar bo'lasiz. Qolaversa, turli rang-barang mavzudagi suhbatlarimiz siz azizlarga manzur bo'ladi degan umiddamiz. Alloh nasib qilsa, ertaga 13-may sanasidan boshlab ilk suhbatlarimizni siz azizlarning e'tiborlaringizga havola qilamiz. Albatta sizlardan bizga bo'ladigan eng katta yordam obuna bo'lish va like tugmasini bosish. Aytgancha yana bir narsani eslatib qo'ymoqchiman. Bizga murojaat qilmoqchi bo'lgan, biz bilan hamkorlik qilmoqchi bo'lgan fuqarolarga yoki jabrdiydalarga biz bilan hamkorlikda uzoq yillardan beri yuridik sohada xizmat qilib, mehnat qilib kelayotgan yuristlar va advokatlar hamkorlikda faoliyat yuritadi. Bemalol kelib advokatlar bilan suhbatlashishingiz mumkin, maslahatlarni olishingiz mumkin. Sizga albatta huquqiy yordam beradi degan umiddamiz. Biz bilan hamkorlik qilib sizning qaysidir murojaatingiz yoki muammongiz hal bo'lsa, biz o'zimizni baxtiyor sanaymiz. Biz o'zimizni baxtli his qilamiz. Demakki, jamiyatda bo'layotgan qandaydir bir kichkina bo'lsa-da muammoning bartaraf etilishiga hissa qo'shsak, biz albatta oldimizga qo'yilgan maqsadni uddalagan bo'lamiz. Hurmat va ehtirom bilan Ochiqchasiga kanali jamoasi.